Doimgidek qishloqda hamma yoq tinch. Jo'xa esa o'zining sarguzashtlarini 100-qishloqda davom ettiradi. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Yo, dahshat ishlarim bor, bugun hammasini qilishim kerak, lekin qancha vaqtda qilib bo'laman buni bilmayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki bugun qishloqda qanaqangi sarguzashtlar olib borishimni birgalikda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bugun har doimgidek ishimni birinchi poluzni tozalashdan boshlamoqchiman. Shu vaqtgacha poluzda ko'p ishlamagandim, u atak hozir ishlamoqchiman. Sababi hosillar juda ham ko'payib ketgan. Hosillarni yig'ishtirib olmasam, bilasizlar nima bo'ladi? Bilasizlarmi? Bilmaysizlar, qayerdan biladinglar? Mana o'sha yetil nima qilyapti? Jo'xa, meni ham polizimni yig'ishtirib ber. Mana bu o'rgimchak odamni qara, meni boshimdan ortyapti. Seni nima boshingda ortadi? Menga o'yin qilyapti. Mana pullar dogida meni polizimni ham sozlab ber. Mana ketmonim ham bor meni. Mani o'zimda ham ketmon bor. Mayli, hozir qilib beraman unda. Rahmat, Jo'xa, senga kattakon rahmat. Arzimaydi. Qochib tur endi, sen yordam berib yuboray. Tak, yaxshi bo'ldi. Pul ham ishlab oldim bahonada. Как раз o'zimning ishim ham bor edi-yu. Buni ham ishini qilib beramiz. Tak, hozir birinchi buni polizini sozlab olsam, keyin o'zimni polizimga bemalol o'tsam bo'laveradi. O'zimni polizimdagi unchalik ish ko'p emas. Nimaga desanglar, chunki meni polizimda vobshe oson. Bir chekkasidan titiladi, bir chekkasidan qo'yiladi. Buni polizida vobshe qiyin. Bosh qayoq, oxiri qayoq bilib bo'lmaydi. Xo'sh, asta-asta bir chekkasidan olib chiqamiz, nima bo'lsa ham qo'yib chiqamiz. Bo'ldi, все, tugadi. Normali. Bo'ldi, hosillar o'zimga qoladigan bo'lyapti. Nimaga agar jetel so'ramadi-da, nima qilay? So'raganda hosillarni berardim o'ziga. Lekin endi bu menga qoldi. Yaxshi bo'ldi. O'zi kam tuyulib turadi hosillar. Endi o'zimga ko'p tuyuladi endi. Nima desam ekan? Hosillar kam ko'rinib turadi ko'zimga. Hammasi qoladi endi o'zimga. Qofiyani ko'ryapsizlarmi albatta? Qofiya sizlar yoqqanmasa like bosinglar, kommentariyaga nimadirlar deb yozinglar, kanalga obuna bo'linglar. Shu kabi narsalar qilib tashinglar xullas. Qisqasi. Sizlarga qisqacha gapirmasam o'zi uzun gapirganim tushunmaysizlarmi debman-da. Men sizlarga eng aytadigan asosiy maslahatim kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rish. Tamom. Boshqa obbo, oyog'im ostida ham palakat, vobshe palakat bo'laman, ko'ryapsizlarmi? Oyog'imning ostidagi narsalarni ham chizib tashlayveraman. Mayli, nima bo'lsa ham yaxshilikka-da, hammasi yaxshilikka. Mayli, chizgan bo'lsak sozilib ketadi hammasi. Ana jetel bergan pulga men nima qilishni o'ylab ko'rishim kerak. Menda bitta reja bor, ya'ni hozir kompyuterxonaga borib, kompyuter o'ynasam ozroq maza qilib boraman, lekin bor bitta ketmon jeteldiki edi. Nima qilsam ekan, olib qo'yayin ikkalasini ham, mayli keyinroq kelsa berib boraman. Nimasini, nima edi? Chelak, yo'q, qanaqa chelak? Ketmonni berib boraman. Xo'sh, 19 ta izumrud bor. Izumrudga menimcha kompyuterxonada o'ynatsa kerak. Egasi oz borib bilamiz albatta yoniga. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Men kompyuter o'ynamoqchi edim va sizga 4 ta izumrud beraman. Qancha vaqt o'ynasam bo'ladi? 1 soat o'ynay qol, mayli. Rahmat bratam, mayli, mana shu yerda hozir o'ynayman. Bu yerda yangi lampa qo'yilibdi. Lampalar takoy, protsessor yonib o'chini qaranglar. Yaxshi o'zgarishlar katta. Kompyuterxonada avval bunaqangi sharoitlar yo'q edi. Juda ham o'zgartirishlar kiritib tashashibdi. Juda ham stop. Bu yerda qanaqadir g'alati kafel o'rnatishibdimi? Tushunmadim. Brat, yangi kafel qo'ydirdingizmi xonaga? Shunaqa. Yaxshi, tushunali, lekin stop. Bu yerda qanaqadir kitobmi? Menimcha bu kimnidir eski kitobi bo'lsa kerak. Mayli, olib qo'yay, keyinchalik kerak bo'ladi. Brat bilmadi shekilli. Ko'rmabdi. Yaxshi. Bo'pti, hozir men o'yinimni o'ylab olayda, chunki pul to'lab qo'ydim-ku o'sha. Xo'p. Brat, bo'ldi, men o'ynab bo'ldim. Endi ketsam bo'ladimi? Olasang, o'ynayver, davom ettir. Hali vaqting bor edi. Yo'q, o'ynamayman, bo'ldi. Bu kitobni ochib ko'rishim kerak, ichida nimalarga qiziqayapman. Rostdan ham qiziqda, qaranglar. Qayerdan kelib qoldi bu kitob? Kompyuterxonani ostidan chiqib qoldi. Ochib ko'ramiz. Qishloqdagi eng katta uy garajli tagiga yashirib qo'ydim. 1980-yil 12-iyun. What the? Nima degan? Qishloqdagi eng katta uyning garajiga yashirib qo'ydim. Garajning tagiga. Eshikda kimdir keldi shekilli. Taqillatyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Uyingizni sotmaysizmi mabodo?
Nimaga? Juda ham yoqib qolgandingiz menga. Yo'q, uzr, sota olmayman. Tushunarli, ko'proq pul bermoqchi edimda. Yo'q, ko'p pul bersangiz ham iloji yo'q, sota olmayman, chunki bu meni qadrdon uyim va sotilmaydi. Tushunarli. Mayli, rahmat unda. Aha, arzimaydi, mayli, kelib turing. Xo'p, mayli, o garaj zo'r ekan. Menga garajingiz вообще yoqqandi-da. O'zimga ham yoqadi garajim. Mashinam lekin yo'q. Mayli, o qaramang muncha. Surib oling tezroq, ey. Mana ketyapman, shu garajingni muncha qizg'onding. Tushunarsiz. Kim bo'ldi ekan bu? Qayerdan kelib qoldi? Meni kiyimimga o'xshayotgan kiyim kiyib olgan. Bilmadim. Balki qanaqangidir mehmon bo'lishi mumkin qishlog'imizda. Avval bunaqangi odamni to'g'risini aytsam ko'rmagandim. Eshigim bak bo'lib qoldimi? Tushunmadim, nima bo'lib qoldi? G'alati, mayli. Mana shu eshik rostdan jinnisrab qoldi eshiklarim, mayli. Hozir mana bu kitobchani yana bir ochib o'qib ko'ray. Nikola Tom yozgan. Qishloqdagi eng katta uy garajining tagida. Qishloqdagi eng katta uy bu kimning uyi ekan? Bu meni uyim. To'xtanglar. Qishloqdagi eng katta uy axir meni uyim va meni garajimning tagida nimadir bor. Demak, xatda nimadir yashirilgani haqida yozilgan. Lekin nima yashirilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Hozir qiziqib ko'ramiz. Tak, hozir birinchi o'rinda janob merdan so'rashim kerak. Uyimni tagida balki nima borligini janob mer bilar, lekin aniq biladimi yo'qmi, unisi menga noma'lum. Hozir assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa qalaysan, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima gap? Короче, bitta xat topib olgandim. Unda qishloqdagi eng katta uyning garajining tagida yashirib qo'ydim degan yozuv bor ekan. Qishloqdagi eng katta uy seni uying, o'sha yoqda izlab ko'r. Nima yashirilgan bo'lsa ham. Nima yashirilganligini bilmayapman-da. Izlab ko'r, balki nima yashirilgan topib olarsan. To'g'ri aytyapsiz. Unda mayli, rahmat. Arzimaydi. Lekin hech qancha yordam bergan-ku yo'q-da menga. Mayli, hozir mana shu yetel avval ham shu yerda yashardi. Yetel, nima qilyapsan bu yerda? Menmi? Turibman prostatak. Prostatak turma, nimadir ish bilan band bo'lgin. Bekorchidan xudo bezor degan maqol bor. Bu yerda ham bitta garaj bor, balki bu garajning tagidadir. Yo'q, bu katta emas, chunki qishloqdagi eng katta uy va eng katta garaj bu meni uyim va garajim. Lekin balki bundan-da kattalar ham bo'lib qolishi mumkin. Hozir izlab ko'ramiz. Bu yerda parkovkani kimdir buzib ketgan shekilli. Mayli, bu qo'shnining mashinasi. Xo'p. Allo, assalomu alaykum qo'shni, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalaysan, Jo'xa, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Garajingizni tagida hech narsa yashirmaganmidingiz? Yo'q, yashirmaganman. Tushunarli, mayli, rahmat. Yo'q, qo'shnining garajining tagida ham yo'q deyishyapti. Boshqa joylarni izlab ko'rish kerak. To'xtanglar, mana bu tomonda ekan yuzim. Короче, hozir izlab ko'raman, hammasini cho'tki qilib topib oladigan bo'lsam, agar nima bo'lsa ham topib oladigan bo'lsam, o'zimga shaxsiylashtirib olaman. Lekin nimaligini avval bilib olish kerak. Tak, bu qog'ozni hozircha qayergadir qo'yib qo'yishim kerak. Menga hozircha kerak yo'q. Shu yerda tura qolsin, mayli. Xo'p, mayli. Hozir hammasini rejalashtirishim kerak bir boshdan. Bo'ldi, kech tushdi. Endi hech kim ko'rmaydi. Men polizimga kirib chiqadigan, qanaqa polizimga, garajimni tagiga kirib chiqadigan bo'lsam, chunki hech kim ko'rmasligi kerak. Agar qanaqangidir xazinami shunga oid narsa bo'ladigan bo'lsa, jetillar ham keyin menga ham ber qilishi mumkin. O'shaning uchun tinchgina bir o'zim hammasini qilishim kerak. Tak, hozir 1 minut avval kirkamni olib chiqay, chunki garajimning tag qismi bilasizlar toshdan iborat. Toshni qazish uchun esa bizga kirka kerak bo'ladi va tapor bilan belkurakni o'zini ham olsam bo'laveradi, chunki agar chuqur qazisam yerli qismga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Xo'p, yopib qo'yamiz eshikni, chunki jetellar ko'rmasligi kerak. Hattoki jetellar tugul boshqa narsa ham hech bir narsa ko'rmasligi kerak. Bu yerda nima topib olganimni agar bilib olishadigan bo'lsa, juda yomon degani. O'shaning uchun asta sekinlik bilan hozir aniqlaymiz. Bu yerni qazib chiqish kerak birinchi o'rinda. Juda ham kechasi ishlash yoqmaydi menga. Mayli, naylochi, axir zo'rroq narsa chiqadigan bo'lsa, muhimi xursand bo'lib qolaman. Xo'p, tosh bor ekan bu yog'iga, endi toshlarni qazish kerak. Stop. Rostdan bu yerda nimadir borga o'xshayapti, chunki bu yerda ochiq joy bor ekan.
lekin bu yer anchagina qorong'u вообще qorong'u. Fakel kerak menga. Fakel olib kelishim kerak qayerlardandir. Hozir o'zimda uyimda adashmasam fakelim yo'q. O'shaning uchun obbo ilinib qoldim-ku o'rgimchak to'riga. Hozir 1 minut shuni joyiga asta chiqib olsam tezroq. Yaxshi bo'ldi. Endi borib fakel topib kelishim kerak qayerlardandir. Fakel bo'lmasa bu qorong'ulikning ichida hech narsani ko'rmayapman. Xo'p, mana bu o'rgimchak to'rlarini bir nimadir qilish kerak. Mayli, hozir birinchi fakel olib kelay, eshikka chiqib, keyin esa davom ettiraman ishni. Xo'p, asta yaxshi bo'ldi. Всё, hozir ko'chada adashmasam, tak bu yerdan meni o'zimda fakel adashmasam bo'lmasa kerak. Tak bu yerdan qilichni olaylik, o'rgimchak to'rlarini yo'q qilish uchun. Yaxshi. Avval kirib o'rgimchak to'rlarini yo'q qilib chiqaman. Keyin esa fakel olib kelsam ham bo'ladi adashmasam. Chunki ishlarni birma-bir nima desam ekan, belgilab olishim kerak. Yaxshisi hozir chiqib fakel olib kelaman. Uyimning ichida hech bir joyida fakellar yo'q. Nahotki qorong'u xonada yashaganman shuncha vaqtdan beri desanglar agar, yashagansan Jo'xa desanglar agar, yo'q adashasizlar, chunki xonamda led lampalar bor. O'sha led lampalar hamma yoqni yoritgan. Bo'ldi, ishni yopib qo'yamiz, hech kim ko'rmasligi kerak. Hop. Endi o'rgimchak to'rlarini bemalol yo'q qilsam ham bo'ladi. Qilich bor axir menda. Bo'ldi, normali. Bu yerdikini ham yo'q qilamiz. Endi tag tomonga kirka bilan qazish kerak. Nima narsa borligiga вообще qiziqyapman. Bu yerda ham o'rgimchak to'rlari. Demak, mana shu yaqin atrofda nimadirlar bor. Bu o'rgimchak to'rlarini ham yo'q qilib chiqishim kerak. Tagda qanaqadir yashikka o'xshaydigan narsa bor ekan. U yashiklarda nima borligi esa meni juda ham qiziqtiryapti. Rostdan ham juda ham ko'p yashiklar borga o'xshayapti. 3 ta yoki 4 tacha yashik chiqib qolsa kerak. Tak, bu bloklarni ham yo'q qilib yuboraman. Bo'ldi. Yana bitta o'rgimchak to'ri, buni ham yo'q qilaman. Bu yerda qanaqadir stol lampasimi, nima narsa bu, tushunmadim. Mayli, hozir fakelimni qo'limga olishim kerak, chunki bu yer juda ham qorong'ulashib ketdi. Bo'ldi. Hozir ochib ko'ramiz, qani ichida nima bor ekan. Tak. Hozir qanaqasiga ochsam bo'ladi? Ochil. Mana. Bu yerda patronlar, qurollar. Nahotki shuncha qurol. Oho, bu qurollar qayerdan kelib qoldi? Kim qurol yashirib ketdi bu yerga, tushunmadim. Axir bu uyda faqat men yashardim. To'xtanglar, bu qurollarni men olib sinab ko'rishim kerak. Qanaqa qurol ekan bu? Bu elektr bilan chaqmoqli qurol ekan bu. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Kimning quroli bo'lsa ham endi bu meni qurollarim bo'ldi, chunki qurolni bu yerda yashirib ketmasligi kerak edi. Bu qanaqa qurol bo'ldi ekan? To'pponcha. Yaxshi, normal to'pponcha ekan. Lekin menga unchalik to'g'risini aytsam yoqmadi. Mana bu esa juda ham chiroyli qurol. Bu o'zimni nomi nima edi bu qurolni? Nomini bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Xullas, menda juda ham ko'p qurollar bor endilikda. Bu qurollar bilan bemalol liboy jetelni yoki boshqa dushmanlarni yo'q qilsam ham bo'laveradi. Xullas, endi bu qurollarni biror joyga yashirib qo'yishni rejalashtirishim kerak. Agar jetellar ko'rib qoladigan bo'lsa, janob merga aytib beradi va janob mer menga nisbatan qanaqadir jazo qo'llashi mumkin bo'ladi.